Vodonagrevатель. Ariston deyiladi o'zi. Uni temperaturasi 45 gradus ko'rsatadi, lekin faktichески ichida 70-80 gradusgacha ko'tarilgan bo'ladi. O'shanga hozir buni muammosi. İçideki tenini yechib ko'ramiz. Ten mana shunaqa ko'rinishda ichida musor yig'adi o'ziga. Bu yoqda anod, o'sha nakib yig'ish uchun. Bu yoqda mana ten. Bu yoqda termodатчик. Termodатчик o'zidan bir-biriga issiqlikni yaxshi ololmasligini hisobiga o'sha vodonagrevатель, ya'ni Ariston yaxshi ishlamaydi. Shuning uchun buni tozalaymiz. Mana shu tenni nakibidan chiqqan musori, o'sha xlor, tuzlar, har xil narsalar. Tozalangan holat. Necha yildan beri ishlatiladi bu hozir? Biz ishlatayotganimiz 3-yil ketyapti. 3 yil bo'ladi. 3 yil davomida yig'ilgan musor. 3 yil. Mana shu tenni nakibi Qo'yib beraymi?